Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning 100 tuvan qiziljon do'stinglar yandaman. Mana bugun sizlarga ep kelgan kino'rimiz bo'lsa, Hindiston tarixidagi birdan-bir kechib ketishdan burun cho'nglarning rozligini oladigan, paqirtib qo'yib cho'nglarni chaladigan, yangi tunishgan qizlarning yuragiga o'tni soladigan, davlat otlab 10 kun aralashgan muhabbatini oladigan, oxirida qiynoqsiz paqirabli qoladigan, Chinglintuv yigit Shahrixon rol olgan, ayni vaqtda nini qizlarning ko'zlarini qizatgan muhabbatli kino Kelin yutkash. Men qo'bashni oxir kelin yutkash ko'rmadim. Mana bu chiroyidan askiliga chiqib turadigan, lekin yaxshi odamning qiyofatiga kirib olgan, kattalarni bergan dollarni cho'chib turib yeyotgan kishi Pujang apandam edi. O paytda bu odam Londonning maydonida turib, xayolda Hindistondagi qushqashlariga dam berib o'tadi. Ey kasobat, Hindistonga borsam, qizlar degan asho kirliklarni beshida planshitib oldimga chiqatdi-da. Pujang apandamning Londonda bir dukkani hamda ajoyib oltindek bir xotini bor bo'lib, chamdamda bir telefon qilib, "Nasiz?" deb so'raydi. Mana bu shamolda qolgan qoshlari bergi qiyoqdek ko'zlari o'ynab turadigan Simran ismli bu qiz opsining o'g'irlikchi kundalik xotirasini o'qiyotganligini ko'rib, itilibli kelib, "Apa, bu nima qilganing? Aka xotiramni o'zim o'qib beray, hissiyotlik chiqadi" deb boshlab ketdi. Yakshanba kuni havo ochiqdi. Bizda qizlarning ma'bdi yo'qdi. Sayshanba kuni havo tutuqdi. "Hey apa, bo'ldi. Men sana naqshlar orqali ifodalab beray-chi" debla lungi bilan badanni o'rab naqshini boshlab ketdi. Mana aka muji mani degan naqshini ajoyib o'rinda batdi. Ammo odamni ko'zga olmagandek dumbisini qivog'ini qara. Hurmat deganni bilmaydi ekan bu qiz. Naqshi deganni odamning ko'zi qarab aytadigan. Naqshi deganni mayoq qarab ayting. Qanda degan gap bu. Yomonnay naqshib ketdingiz, ha? O'zingizcha do'ying deb qoldingizmi mundaq kino vasingiz zan qiladigan? Mana bu pishmagan qo'g'ini yomg'irda ko'tirib kechayotgan yigit Londondagi tangliq baqqol Hindistonlik boy Anubaning bolasi Raj edi. Balam, sen chechangga bak ishinib ketma. Sening cho'ng buvangning chashlari shalang odamdi. Kichik buvangning tazdi. Yasib pishir mana boshlaringni, ha? Demismi, Raj to'limi sho'x bir bola bo'lib, maktabni to'liq o'qimay, kunda o'yin tomosha qilib kun o'tkazadi. Dal mushundaq bir kunlarda Raj yana sho'xlik qilib, xuddi Londonda dukka yo'qdek, Pujang apandamning taqilib ketay degan dukkanni qayta oshqizib, ichar qiyra odamni paqitib qo'yib chep o'ynab, umrda aram bir qitim yaxshi odamning roliga chiqqan Pujangning nervisini 80 ga chiqarib etdi. Voy sizga nim bo'ldi? Gapini qilma. Bir necha kichik manqushum odamni sota qilib chep o'ynadi qara. Ma yaxshi kino bo'lib qoldi. Buronqi boshqa kinolarim bo'lib qoldigan bo'lsa o'zing bilasan, qachat-pachat degandan o't chiqarib og'iz deganga cho'g'ni selib animansini ko'zi ko'sib ketdi.